Bizning birinchi kraftimiz bosh kiyimlar, sovut, ishton, oyoq kiyimlar va nima? Bu Minecraft. Lekin kraftlar o'zgardi. Sizlar bilan bugun har safar foydalanganda kraftlar o'zgargan maxsus versiya orqali bir-biridan katta va ajoyib bo'lgan yangicha kraftlarni sinab ko'ramiz. O'shalarga video qiziqarli bilan shuncha video oxirigacha biz bilan qoling. Biz unda boshladik. Bizga birinchi navbatda 4 ta versiya kerak bo'ladi. Shuning uchun biz hozir daraxt yig'ib olamiz. Tayyor. Daraxtni yog'ochga esa versiyaga aylantiramiz. Minecraft versiyaga esa bu normal holat. Endi biz bu versiyalar orqali maxsus versakni yasaymiz. Xo'sh, bizda har tomonlama versak bo'lgan blok paydo bo'ldi. Endi esa biz o'ng tugmasini bosamiz va bu narsa xuddi kirkaga o'xshar ekan. Menda bu narsani qanday qilish bo'yicha qo'llanma bor, ammo men ham hatto bilmayman u narsa menga nima berishini. Mayli, bizga birinchi navbatda juda ko'p temir va oddiy daraxt kerak. Unda ishni boshladik. Oddiy kirka yasayman, tosh qaziyman, non o'g'irlayman. Oddiy kirka yasayman, shunga o'xshagan mayda cho't ishlar. Siz so'rashingiz mumkin, bizga qancha temir kerak? 1 stak va 32 ta daraxt kerak bo'ladi. Bitta kirka uchun shuncha harakat. Ishqilib bu Minecraftdagi eng yaxshi kirka bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Ana bu yerda golem, temir. Ajoyib, bizga 5 ta temir berdi, bizga yana 59 ta kerak. Do'stlar, biz cho'lga keldik va bu yerda piramida va buzilgan portal bor ekan. Bularda ham tekin temir bo'lishi mumkin, lekin piramidada sandiqni topa olmayapman. Qayerda ekan? Mana topdim va nima? To'pponchoqlari bizda kelajakda nima kutgan ekan? Qurollarmi? Mayli, sandiqni yana ochamiz. Bu yerda sehrlangan kitob, gashtalga oltin olma va oltin sabzilar bor ekan. Mayli. Endi esa piramidalarga qarab borsak ham bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tuzoqlarni faollashtirib yubormasligimiz lozim. Ajoyib sandiqlarni ochamiz va bu yerda granatalar, oltin quymalari, o'qlar, olmoslar, porox, sehrlangan kitob va shunga o'xshagan bir qator narsalar. Sezib turganingizdek, bu mod craftlarda mod va biz hali hech narsani craft qilmadik. Piramidadan ham hech qanaqa temir chiqmadi, shuning uchun endi g'orga boramiz va bu yerda ehtiyotkorlik bilan temir izlaymiz. Chunki o'zingiz ham bilasiz, g'or anchagina opasniy zona hisoblanadi, lekin bu yerda anchagina temir ham topdim. Ajoyib, yana ozgina. Yana 32 ta temir va biz ana shu gigant kirkani yasashimiz mumkin. Va men Geros koniga kelib qoldim shekilli. Ana bu yerda sandiq, uning ichida ko'p yaxshi narsalar chiqadi va ana bu yerda skeletlar va bir-birini yotibdi. Bunaqa holat ko'p ishlab turadi. Temirlarni yig'amiz, lapis lazulitlar. Biz birinchi craftimiz uchun deyarli hamma narsani yig'ib bo'ldik. Yana ozgina temir yetmay qolyapti. Yana bitta tayyor, ajoyib. Bizda endi yetarlicha temir bor va endi ularni eritib olishimiz lozim. Mana yetib ham keldik. Pechkani qo'yamiz va temirlarni eritishga qo'yib olamiz. Mana shu biz yasamoqchi bo'lgan o'sha kirka va bizga kerak bo'lgan hamma narsani yig'ib bo'ldik. Hademay biz kirkani ham yasaymiz. Temirlar ham erib qoldi. Ajoyib. Va nihoyat ulkan kirkani yasash vaqti keldi. Mana bu joyga menimcha daraxt parchalari, bo'laklari qo'yiladi. Mana shunday tayyor va qolgan joyga temir qo'ysak bo'ladi. Men bu temir kirka qanday bo'lishiga juda ham qiziqib ketyapman. Oho, bu haqiqatdan ham juda ham katta. Bu bolta kirka ekan, hujum kuchi 11 va bloklar bilan ishlashingiz esa 10 blokdan oshiq ekan. Uni inventarimga qo'yib ko'raman. Ajoyib. Bu bizning birinchi craftimiz edi. Keyin o'zimizning ikkinchi craftimizni ko'ramiz va bu bizning ikkinchi craftimiz. Axir bu piramida. Bizga buni yasash uchun qattiq tosh va qizil loy kerak bo'ladi. Lekin bunga o'tishdan oldin kelinglar, mana bu bolta kirkani sinab ko'ramiz. Bu oddiy qilichga o'xshar ekan. Nima? Просто siz u bergan lootlarni ko'ringlar. Qani, qo'yil maqom. Men uni qanchalik uzoqni qaziy olishini ko'rmoqchiman. Men ko'rmoqchiman, bu narsa kirka vasiyasini qanchalik yaxshi uddalaydi. Oho! Bu qancha ko'ryapsiz, bu qanchalik katta hududni qazidi va bu bizning xalqatga birinchi craftimiz xolos. Ana u jetonni ko'ryapsizmi? Birinchi craftga 5 yulduz beraman. Endi kelinglar, ikkinchi craftga bizga buning uchun qattiq tosh va qizil loy kerak. Men ularni qayerdan topish kerakligini bilaman. Mana endi mana shu narsani qaziymiz. Ajoyib. Endi bizga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Endi ularni yig'ib olsak bo'ldi. Buning uchun esa pastga qaziymiz. Ajoyib. Men toshni tez yig'ib oldim. Endi qizil loyni yig'amiz. Bo'ldi, qizil loy ham tayyor. Endi esa ikkinchi craftni boshlaymiz. Xo'sh, bizga birinchi navbatda 6 ta qizil loyni mana bu tartibda joylashtirib olamiz va qolgan joyga qum toshlarni shu tartibda joylashtiramiz va bu rostdan ham piramida. Bu rostdan ham yashashini mayli bu narsani tekshirishdan oldin kelinglar 3-chi craftni ko'ramiz. Bolalar, bu juda g'alati. Bu shunchaki ko'rib turganingiz, siz uni nimadan craft qilishini hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Kelinglar, buni mana bu narsa ishlatib bo'lganimizdan keyin sizlarga aytaman. Shunchaki so'ngcha o'tib bossam bo'ldim. Bu haqiqatan piramidani paydo qiladi. To'xtanglar, men uni cheksiz ishlata olaman. Bu rostdan ham kerakli funksiya. Kelinglar, oldin bu piramidani tekshirib ko'ramiz.